Assalomu alaykum azizlarim. Men sizni moliyaviy savodxonlik bo'yicha shaxsiy treningingiz Shoira Bo'ribekovaman. Bizning ikkinchi mavzuyimiz aholini tadbirkorlikka jalb qilish. Bugungi treningimizda tadbirkorlikni boshlash uchun qanday imkoniyatlar yaratilganini bilib olasiz. Ha, aynan tadbirkorlik. Azizlar, endi savol tug'iladi. Qanday qilib tadbirkorlikni boshlash mumkin? Har bir ish qadamma-qadam bo'lishi kerak. Avvalo maqsadingizni to'g'ri qo'ying. Bozorni baholang. Nima sotasiz? Nima ishlab chiqarasiz? Unga ehtiyoj bormi o'zi? Qaysi mijozlar sizga to'g'ri keladi? Biznes reja tuzing. Rejasiz biznes xuddi kompassiz kemaga o'xshaydi. Pul yig'ing. Hech bo'lmaganda boshlang'ich xarajatlar uchun zaxira bo'lishiga puxta tayyorgarlikni boshlash kerak. Tadbirkorlik faoliyatingizni rasmiylashtiring. Bu sizga ishonch va qonuniy himoya beradi. Ko'pchilik tomonidan beriladigan savolga to'xtalamiz. Biznesni noldan boshlash mumkinmi? Albatta mumkin, lekin bunga aniq reja kerak. Odatda katta mablag' shart bo'lmagan tadbirkorlik bilan shug'ullanish mumkin. Uyda amalga oshiriladigan faoliyatlarni tasavvur qiling. Odatda bunda o'z hunaringiz, hobbingizni daromad manbaiga aylantirishingiz mumkin. Masalan, tikuvchilik, taom tayyorlash, repetitorlik, qo'shimcha daromad uchun soch turmaklash, tozalash xizmati, to'quvchilik, tomorqa xo'jaligi. Asosiy qoida kichikdan boshlang, bir xil faoliyatni barqaror qiling. Shuningdek, biznesni shakllantirish va rivojlantirish uchun aniq reja tuzing. Agar sizda bunday hunarlar bo'lmasa, ularni qayerda o'rganish mumkin? Hunarsiz tadbirkorlik bo'lmaydi. Sizda qanday imkoniyatlar bor? Keling shuni ko'rib chiqamiz. O'zinga ustoz top yo'nalishi. Bunda siz kasbni ustidan amaliy o'rganishingiz va shu paytning o'zida daromad topishingiz mumkin. Ishga marhamat mono markazlari, 3-6 oylik bepul kasb-hunar kurslari, diplom va ishga yo'naltirish imkoniyatini beradi. Bandlik markazlarida qisqa muddatli o'quv kurslari, kasbga qayta tayyorlash va ishga joylashtirish imkoniyati mavjud. Onlayn platformalarda ustabor.uz, yordamda.uz, onlinehamshira.uz va boshqa platformalar orqali zamonaviy kasblarni, jumladan IT, dizayn va marketingni o'rganasiz va albatta sertifikatga ham ega bo'lasiz. Biznes ochish uchun nima kerak? Har qanday muvaffaqiyatli tadbirkorlikning ortida biznes reja turadi. Biznes reja bu shunchaki qog'oz emas. Bu tadbirkorning qo'lidagi asosiy yo'l xaritasi. U sizga biznes g'oyangizni aniqlash, maqsadingizni belgilash va uni qanday amalga oshirish yo'lini ko'rsatadi. Qanday mahsulot yoki xizmat taklif qilish, kimga va qayerda sotish, hammasi aynan shu rejada yoziladi. Xarajatlar, daromad manbalari va moliyaviy prognozlar rejalashtiriladi va eng muhimi bankdan kredit olish yoki investor jalb etish uchun rasmiy va ishonchli hujjat bo'ladi. Endi esa har bir tadbirkor bilishi shart bo'lgan muhim tushunchalar haqida gaplashamiz. Tannarx, mahsulot yoki xizmatni tayyorlash uchun ketgan umumiy xarajatlar. Bu siz ish boshlashda hisoblab chiqishingiz shart bo'lgan eng birinchi raqam. Narx, mahsulot, xizmat tannarxi asosida mijozga taklif qiladigan sotish qiymati. Har bir tadbirkor narx belgilashda bozorni, raqobatni va xaridor imkoniyatlarini inobatga olishi kerak. Marja, sotish narxi bilan tannarx orasidagi farq. Bu sizning umumiy daromadingiz hisoblanadi. Foyda, daromaddan barcha xarajatlar chiqarilgandan keyin qoladigan sof pul. Aylanma mablag'lar, ishni kunlik yoki oylik yuritish uchun doimiy ravishda harakatda bo'ladigan pullar. Sotuv hajmi, ma'lum vaqtda qanday mahsulot yoki xizmat sotilganini bildiradi. Bu biznesingiz samaradorligini ko'rsatadigan asosiy ko'rsatkich. Bularni bilgan tadbirkor o'z biznesini oqilona boshqarishi va foyda topishi mumkin. Endi esa savol tug'iladi. Tadbirkorlik qanday shakllarda bo'lishi mumkin? Aholini kichik va o'rta biznesga jalb qilishda quyidagi ustuvor yo'nalishlar bor. Oilaviy tadbirkorlik – bu oila a'zolari bilan birga yuritiladigan ish turi. Mikrobiznes – kichik ko'lamdagi faoliyat, masalan, mahalladagi kichik do'kon, ustaxona yoki xizmat ko'rsatish shoxobchasi. Kichik biznes biroz kengroq miqyosda, lekin baribir mahalliy va oilaviy xususiyatga ega biznes. O'rta biznes katta ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish kompaniyalari uchun.
Davlatimizda aynan mana shu 4 bosqichli tizim orqali aholini tadbirkorlikka jalb qilish, ularning faoliyatini kengaytirish va rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratilmoqda. Do'stlar, yana bir muhim bosqich bu faoliyatni rasmiylashtirish haqida. Rasmiy tadbirkorlik bu qonuniy muhofaza va qo'llab-quvvatlash kafolati degani. Keling, tadbirkorlikni rasman boshlash uchun eng sodda bo'lgan usullarga to'xtalamiz. Qanday qilib rasmiy tadbirkorga aylanish mumkin? O'zini o'zi band qilish orqali, soliq.uz mobil ilovasi yoki mygo.uz orqali pasport ma'lumoti va faoliyat turini kiritgan holda ariza topshirasiz. Avtomatik ravishda soliq organlarida ro'yxatdan o'tasiz va o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida qayd etilasiz. Sizdan soliq hisoboti talab etilmaydi. Agar sizda pensiyaga chiqishda staj zarur bo'lsa, ixtiyoriy ravishda yil davomida bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobari miqdorida mablag' to'laysiz. Yakka tartibdagi tadbirkorlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish. Birinchi qadam, e-imzo.uz dan onlayn yoki davlat xizmatlari markazlariga borib eriy olasiz va jismoniy shaxslar sifatida bazaviy hisoblash miqdorining 7%, 28840 so'm to'lovini amalga oshirasiz. Ikkinchi qadam, yakka tartibdagi tadbirkorlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun onlayn elektron imzo yordamida mygo.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali o'tasiz. Hududiy davlat soliq inspeksiyasiga shaxsan murojaat etish orqali offlayn ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Onlayn ro'yxatdan o'tish uchun fo.birdarcha.uz orqali eriydan foydalangan holda yakka tartibdagi tadbirkorlikni davlat ro'yxatidan o'tkazasiz. Bunda bazaviy hisoblash miqdorining 90% miqdorda to'lovni amalga oshirasiz. Agar sizda davlat xizmatlari markazlariga borib, davlat ro'yxatidan o'tish istagi bo'lsa, eriydan foydalanib bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravari miqdorda to'lovni amalga oshirasiz va ro'yxatdan o'tasiz. Har ikki holatda ham siz guvohnomaga ega bo'lishingiz mumkin. Rasmiy faoliyatning yana bir shakli yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish. Yakka tartibdagi tadbirkorlikni qadamlari kabi davlat ro'yxatidan o'tasiz. Yuridik shaxs sifatida korxonaga nom tanlashingiz va davlat ro'yxatidan o'tish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 10%, 41200 so'm miqdorida to'lov amalga oshirasiz. Faoliyatni bu turida rasmiy davom ettirish sizga banklardan kredit olish va davlat dasturlarida qatnashish imkoniyatini beradi. Endi treningimizning ikkinchi qismiga, ya'ni tadbirkorlikni boshlash uchun qanday imkoniyatlar yaratilishini birma-bir ko'rib chiqamiz. O'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun mikrokredit imkoniyatlari haqida birgalikda gaplashamiz. O'zini o'zi band qilgan fuqarolar uchun biznesga birinchi qadam, biznesga ikkinchi qadam, mahalla loyihasi loyihalar doirasida mikroqarzlari mavjud. Bugungi kunda har bir mahallada aholiga moliyaviy maslahat va amaliy yordam ko'rsatish maqsadida yordamchi agentlar faoliyat yuritmoqda. Shuningdek, har 3-4 ta mahallaga bir nafardan maxsus mahalla bankirlari biriktirilgan. Ular bank xizmatlaridan samarali foydalanishingiz uchun yaqindan ko'mak beradi. Keling, mahalla bankirlari va yordamchi agentlar yordamida tadbirkorlikni boshlash uchun mavjud kredit turlari bilan tanishib chiqamiz. Biznesga birinchi qadam loyihasi bo'yicha o'zini o'zi band qilgan shaxslarning tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun 6 oygacha imtiyozli davr bilan 3 yil muddatgacha banklarning kredit siyosatidan kelib chiqib 5 million so'mdan 18 million so'mgacha kreditlar ajratilishi ko'zda tutilgan. Ikkinchi, oilaviy tadbirkorlik uchun ajratilayotgan kreditlar jismoniy shaxslarga 50 million so'mgacha va yuridik shaxslar uchun 300 million so'mgacha hokim yordamchisi tavsiyasiga asosan kreditlar ajratiladi. Yillik foiz stavkasi Markaziy bankning asosiy stavkasi +4% miqdorda belgilangan. Kredit muddatlari umumiy tartibda 3 yilgacha 6 oy imtiyozli davr bilan, chorvachilik, baliqchilik va parrandachilik uchun 1 yilgacha imtiyozli davr bilan 3 yilgacha muddatga, bog'dorchilik, uzumchilik va limonchilikni tashkil etish, issiqxona, qishloq xo'jaligi texnikasi va asbob-uskunalarni xarid qilish uchun 3 yilgacha imtiyozli davr bilan 7 yilgacha muddatga, hunarmand uyushmasi a'zolariga ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun asbob-uskuna, ehtiyot qismlari va xom ashyo materiallarini xarid qilish, hunarmandchilikni rivojlantirish markazlari, usta shogird maktablarini tashkil etish,
uy muzeylari va ustaxonalari qurish yoki shu maqsadlarda bino va inshootlar sotib olish uchun 3 yilgacha muddatga hamda aylanma mablag'larni to'ldirish uchun 18 oygacha muddatga ajratiladi. Kichik biznesni qo'llab-quvvatlash maqsadida Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati mablag'lari hisobidan 7 yil muddatgacha 3 yil imtiyozli davr bilan 300 million so'mgacha kreditlar ajratiladi. Bunda 100 million so'mgacha garovsiz va 300 million so'mgacha banklarning kredit siyosati talabiga asosan garov ta'minoti bilan ta'minlanishi lozim. Kredit foizlari tadbirkorning ro'yxatdan o'tgan va faoliyat yuritayotgan hududiga qarab 5-toifa 19%, 4-toifa 20%, 3-toifa 21%, 2-toifa 22% va 1-toifa 23% dan kreditlar ajratiladi. Aziz do'stlar, bugun biz sizlar bilan tadbirkorlik haqida suhbatlashdik. Bu suhbatimizda sizlarga faqat nazariy bilim emas, balki hayotda sinab ko'rilgan amaliy maslahatlarni yetkazishga harakat qildim. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Shoira Bo'rbekova, sizning treningiz.